Hindiston bugun jahon iqtisodiyotining asosiy markazlaridan biri. Jahon banki uni dunyoning 5-yirik iqtisodiyoti deb atab, mamlakatning dunyo ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish zanjirlaridagi o'rni va miqyosi ortib borayotganini alohida ta'kidlamoqda. O'zbekiston uchun bu bozor, texnologiyalar, sarmoya va boshqaruv namunalari demakdir. Bularning barchasi o'sishni tezlashtirish, hamkorlar doirasini kengaytirish va iqtisodiyot barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu jihatlar oliy darajadagi siyosiy muloqotlarda ham o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan bo'lib o'tgan ko'plab uchrashuv va muloqotlarida hamkorlikning amaliy yo'nalishlari tomonlarning diqqat markazida turadi. Bunda savdo-iqtisodiy masalalar, xususan transport yo'nalishlari va mintaqalarimiz o'rtasidagi logistika tizimining muhim bo'g'ini sifatida Chobahar portidan foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratilyapti. Nima uchun Hindiston aynan hozir O'zbekiston uchun foydali? Bugungi kunda raqobat bardoshlikni xomashyo yoki jo'g'rafiy joylashuvi emas, balki raqamli iqtisodiyot, sanoat texnologiyalari, yangi ishlanmalar va kadrlar tayyorlash belgilamoqda. Hindiston buni hukumat yondashuvi darajasiga ko'targan. Hindiston shunchaki iste'mol bozori emas, balki ilm-fan va texnologiyani tizimli ravishda iqtisodiy natijaga aylantirayotgan davlatdir. Aynan shu yerda O'zbekiston bilan amaliy hamkorlik nuqtalari ochiladi. O'zbekiston va Hindiston bugungi o'zgarishlar fonida tashqi dunyo bilan aloqalarning yangi rejalarini shakllantirmoqda. Yondashuvlarimizda o'xshashlik bor. Har ikki mamlakat bir vaqtning o'zida bir nechta yirik markazlari bilan munosabat o'rnatmoqda. Shu bilan birga dunyodagi muammolarga turlicha qarashimiz mumkin. Aynan shuning uchun ham tadqiqotchilar muloqoti foydalidir. Eng muhimi, strategik sheriklikni yanada aniq va istiqbolli shakllarga, qo'shma tadqiqotlar, amaliy loyihalar va mustahkam professional aloqalarga o'tkazish lozim. Hindistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan muloqotida mintaqaviy kun tartibi alohida o'rin tutadi. Xavfsizlik, barqarorlik va transport qatnovi. Bu borada O'zbekiston mintaqaning tayanch davlati va Markaziy Osiyo, Hindiston kabi muloqot shakllarining faol ishtirokchisi sifatida ko'riladi. New Delhi ekspertlari Toshkentning mintaqa barqarorligini ta'minlashdagi o'rnini alohida e'tirof etadilar. Uzbekistan though is not technically a part of Mening fikrimcha, O'zbekiston Markaziy Osiyoda barqaror va muhim rol o'ynaydi. Iqtisodiy qiziqish ham ortib bormoqda. Biznes muloqot faollashdi. So'nggi yillardagi islohotlar esa mamlakatning jozibadorligini oshirdi. Menimcha, Hindiston O'zbekiston hamkorligining salohiyati haqiqatdan ham yuqori. Hindiston elektronika va axborot texnologiyalari vazirligidagi uchrashuv O'zbekiston bilan kiberxavfsizlik sohasidagi sheriklik imkoniyatlarini anglashda muhim bo'ldi. Bu mavzu allaqachon mustahkam poydevorga ega, raqamli texnologiyalar va kiberxavfsizlik bo'yicha alohida kelishuvlar imzolangan. Bu degani kiber barqarorlik shunchaki rasmiyatchilik uchun suhbat emas, balki tayyor amaliy yechimdir. Tajriba almashish, mutaxassislarni o'qitish va muhim muhandislik tarmoqlarini himoya qilish standartlarini joriy etish. Davlat xizmatlari va biznesni raqamlashtirishni tezlashtirayotgan O'zbekiston uchun bu iqtisodiy xavfsizlik masalasidir. Alohida mavzu bo'lgan biznes bilan muloqot. Hindistonda sohaviy birlashmalar madaniyati kuchli. Bu yerda Hindiston sanoat konfederatsiyasi va O'zbekiston savdo-sanoat palatasi o'rtasida ishbilarmonlar kengashining tuzilishi juda muhimdir. Bu amaliyotda qiziqishdan kelishuvgacha bo'lgan qisqa yo'l demakdir. Tizimli uchrashuvlar, loyihalar ro'yxati va qo'shma biznes missiyalar ishga tushadi. Hindiston va O'zbekiston o'rtasida xizmat ko'rsatish yo'nalishlari sog'liqni saqlash, mehmonxona yo'nalishi va turizmda katta imkoniyatlar bor. Ammo iqtisodiy o'sishni barqaror ta'minlash uchun ikki narsani kuchaytirish kerak. Odamlar o'rtasidagi aloqalarni va qulay transport hamda biznes bog'liqligini. Busiz savdo-sotiqni kengaytirish qiyin. Hindiston Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston bilan iqtisodiy hamkorlikning yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu sun'iy intellekt, farmatsevtika, kiberxavfsizlik, to'qimachilik va agrosanoat yo'nalishlarida alohida ko'rinyapti.
Yangi sarmoyalar va loyihalar reja qilingan. O'zbekiston bugun Hindiston uchun mintaqadagi asosiy sheriklardan biridir. Yana bir asosiy yo'nalish farmatsevtika va sog'liqni saqlash sohasi. O'zbekiston uchun bu yo'nalish ayniqsa foydali. Biz o'z farmatsevtika sanoatimizni rivojlantiryapmiz va texnologiyalar, sifat standartlari hamda ishlab chiqarishni mahalliylashtirish imkonini beruvchi hamkorlikdan manfaatdormiz. Bu qiziqish allaqachon aniq loyihalarda o'z aksini topmoqda. Jumladan, Hindiston kompaniyalari bilan qo'shma tashabbuslar amalga oshirilayotgan Toshkent Pharma Park majmuasi. Hindistonni farmatsevtika sanoatiga agar ko'z tashlaydigan bo'lsak, hozirgi kunda yillik ishlab chiqarish 50 milliard dollardan oshiq summani tashkil etadi. Shundan 30 milliarddan ortig'i eksportga yo'naltirilgan hisoblanadi. Amerika bozoriga qaraydigan bo'lsak, 40% generik mahsulotlar Hindistondan eksport qilinganini ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda Hindistonda farmatsevtika sohasi keskin rivojlanib boryapti, yangi texnologiyalar ishlab chiqarilyapti. Shu bilan birgalikda ular vaksina ishlab chiqarish bo'yicha ham dunyoda yuqori o'rinni egallaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan sotib olingan vaksinalarning asosiy qismini Hindistondan sotib olingan vaksinalar tashkil etadi. Shuning uchun ham O'zbekiston Hindiston bilan farmatsevtika sanoatida hamkorlikni kuchaytirmoqchi. Bu yo'nalishda hozirgi kunda Toshkent Pharma Parkda ham 4 ta loyihamiz amalga oshirilyapti. Bu loyihalardan asosiy maqsad yangi texnologiyalarni O'zbekistonga olib kelish, import qilinayotgan dori vositalarini mahalliylashtirish va eksport hajmini ko'paytirishga yo'naltirilgan. Ushbu 4 ta kompaniya bilan amalga oshirilayotgan loyihalar orqali import o'rni bosuvchi mahalliy mahsulotlarni ishlab chiqarish, keyingi o'rinlarda Markaziy Osiyo davlatlariga eksport qilish, mustaqil davlatlar hamdo'stligiga eksport qilish va boshqa Afrika va Yaqin Sharq davlatlariga eksport qilishni maqsad qilib olganmiz. Muhimi shundaki, farmatsevtika va sog'liqni saqlash sohasidagi sheriklik hamkorlikdan kengroq masalalarni o'z ichiga olishga ulgurgan. O'zbekiston uchun transport va yurtlarni bog'lovchi yo'llar o'ta muhim. Chobahar portidan foydalanish bu allaqachon yetkazib berish muddati va narxi, ya'ni mahsulotlarimizning raqobatbardoshligi demakdir. Hindiston O'zbekistonni mintaqaviy hamkorlikning birlashtiruvchi nuqtasi deb biladi. Navbatdagi qadam aniq, amaldagi aloqalarni real shartnomalarga aylantirish.